Assalomu alaykum YouTube kanalining qadrli obunachilari, sizlarga yana Andijon oshxona mebellari. Bu safargi mebelimizni bundan ro'parosa 20 kun oldin Shakir aka degan akamizga o'rnatib bergandik. Hozir kuyovlarnikiga o'rnatdik. Yaqinda jiyanimga ham o'rnatib bergandik. Manzilimiz Namangan viloyati Chust tumani Aqcha degan qishloqlardan biriga olib kelib, ustanovkasini mana tugatdik. Xudo xolisa 2026-yil bugungi chisla 3-yanvar. Xo'p, endi ko'rib turgan mebellar high-tech stilda bo'ldi. Balandligi 290, eniga 4 metr joyga hamma udostvasini qilib berdi. Hatto mikrovalnovka qo'yadigan joylari bor, gaz plita, vichka, duxovka, moyka tagida musor paqinlarigacha, moykani tepasida sushilkalargacha ustanovkasini qilib berdik. Bitta oshxonada nimaki narsa bo'lsa, hammasi ustanovka qilindi. Hatto g'aladonga plasmasi qoshiqdonlarigacha qo'yib berdik. Juda akkuratli chiqdi. Joylari ham keng qoldi. Mana bemalol рабочий stol bor. Bu tarafda ham рабочий stol bor. Gaz plitadan keyin moykagacha ham рабочий stol bor. Eng asosiysi ikkita shkaf bo'ldi. Shkafimiz ichlari ham o'ta keng. Mana katta narsalar qo'ygani bemalol foydalansa bo'ladi. Ko'pchilikda shu muammo bo'ladi. Katta narsalarni qayerga qo'yaman deydi. Mana bemalol yechimi bor bu narsalarda ham. Katta taxt to'g'ri shunaqa narsalar ham sig'ib ketadi. Tepasiga dasturxon, sochiqlar qo'ysa bo'ladi. Bu eshiklarimizni ichlari ham 3 qatordan polkasi bor. 1, 2, 3 qatordan. Hammasida shunaqa polkalari 3 qatordan qilingan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Moykamizni ustanovkasini tayyor qilib berdik. Santexnik ustanovka qilib beradi. 3 ta g'aladon tushgan. Pastlarini ham chuqurligini ko'rib qo'ysanglar bo'ladi. 45 sm ichkariga chuqurligi. Endi bu fasadiga polni balotiga akril ishlatildi. Mana ko'rib turibsizlar. Polni kombinatsiyada balotiga akrilga, o'rtasi молочный akril, stanishniy Rossiyaniki. Orqasida granitni biz o'zimiz bosganmiz. Korpuslariga rossiyskiy laminat Kranashkol zavodining ishlatildi. Eshigining chekalari 100% plastmassa kromka, korpuslariga ham xuddi shu kromkadan ishlatilgan. Shilinmaydi, chizilmaydi, namga, issiqqa, sovuqqa chidamli narsa. Stolning usti ham xuddi shu Rossiyaning zavod narsasi. Endi bu mebelimizni mikrovalnovkaga joy qilib berdik. Mana ko'rib turibsizlar, mikrovalnovka qo'yib qo'ysa bo'ladi. Duxovka, gaz, vichka, moyka, xullas komplekt holati hozirgi kun holatiga olib kelib, hamma yo'g'i bizdan bo'ldi. Olib kelib ustanovka qilish xizmatlari bilan 21 million so'mga tushdi. Mebelni quruq o'zi 14 million so'mga tushgan. 1 metrini 3,5 million so'mdan yasab berdik. Pastdan balandligi 290 ga chiqqan, uzunligi 4 metr. Eniga 1 metrini quruq o'zini bizdan bo'ladi. Ichida bonusiga g'aladon plasmassa qoshiqdan qo'yib beramiz. Moykani tepasiga sushilka qo'yib beramiz. Bitta musor paqidan qo'shib beramiz. Bular pulga hisoblanmaydi. Orqasida granitini ham mebelni o'ziga moslab qilib biz o'zimiz yopishtirib beramiz. Bular shu 3,5 million ichiga kiradi. Отдельный pullari moyka, gaz, duxovka va vichkalar отдельный hisoblanadi. Sababi bularning har xil narxdagisi bor. Shuning uchun xonadonda egasini o'zi olib bergani biz uchun ma'qul. Yo'q, o'zingiz olib kelavering usta, bir yo'l shunaqa yaxshisidan deydigan bo'lsa, mana bularni sensorli qo'yib berganmiz. Yaxshi tozasidan ucharvorli motorlar ham turbo, sensor bilan boshqaradi. Keyin gaz plitamiz ham THP-20 chugullari o'ta sifatli. Pltalari ham orqasida katta garelkasi oldida. Duxovka Hoffmanniki, o'zingizlar yaxshi bilasizlar, brend narsa, bu ham qimmat turadi. Shu narsalar bilan biz bu mebelni 21 millionga qilib berdik. Men hamma yo'g'ini o'zim olib bera olaman, faqat mebelni o'zini yasab bering desanglar, eniga 1, balandligi 290 sm-ligini 3,5 million so'mdan yasab beramiz. Buni ranglari har xillari bor. Sizlarni xohlagan ranglardan yasab beramiz. Ranglarni qayerdan ko'rsak bo'ladi desanglar, Telegramdan murojaat qilsanglar, Telegramdan katalog tashlab beramiz. O'zingizlarga yoqqan tanlab turib,
joylar necha metr uzunligi, balandligi nechiligini aytsanglar, biz o'zimiz sizlarga примерно hisob qilib narxlarni chiqarib beramiz. Ma'qul kelsa borib o'lchab joyingizga mos qilib, shu yerda o'zi chizmalarni chizamiz. Siz bilan dogovor bo'lgandan keyin ishni boshlaymiz. Uzog'i 15 kunda olib borib ustanovkasini tugatib beramiz. Mebelimiz yoqqan bo'lsa, mehnatimizni ayamaysizlar degan umiddaman. Bitta like bo'lsa, kommentariy yozsanglar juda xursand bo'lamiz. Rahmat hammanglarga e'tibor uchun.